Itan 3 qurilmasidan foydalanish videosi. Ilovani tayyorlash. Siz Itan ilovasini App Store, Google Play va Huawei App Galleridan yuklab olib o'rnatishingiz mumkin. Ilovadagi akkauntingizga kiring. Sensorni o'rnating. Qo'llaringizni sovun va suv bilan yuving va to'liq quriguncha kuting. Sensorni o'rnatish joyini tanlang. 2 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan foydalanuvchilar qurilmani qorin sohasiga o'rnatishi mumkin. 13 yosh va undan katta foydalanuvchilar qurilmani qorin sohasiga yoki yelkaning orqa yuqori qismiga o'rnatishi mumkin. Sensor o'rnatiladigan joyni spirtli salfetka bilan arting va spirt to'liq quriguncha kuting. Qurilma qismlarini oling. Transmitter to'plamini sensor qutisining pastki qismidan chiqarib oling. Sensor qutisidagi seriya raqamining dastlabki 8 raqami transmitter seriya raqami bilan mos kelishini tekshiring. Ilovani oching va sensor qutisining pastki qismidagi qopqoqda joylashgan kodni skaner qiling. Skanerlash muvaffaqiyatli tugagach, chip avtomatik ravishda ilova bilan ulanadi. Transmitter to'plamini tekis va qattiq yuzaga qo'ying. Sensor qutisining qopqog'ini to'liq olib tashlang. Sensor ustidagi kod belgini transmitter tagligidagi belgi bilan moslang. Sensorni taglikka mahkam bosib kiriting, chertish ovozi eshitilib to'xtaguncha bosing. Xavfsizlik muruvvatini ehtiyotkorlik bilan yopiq belgisidan ochiqdi. Belgisiga chertish ovozi eshitilib, aylanmay qolguncha burang. Tayyor holatdagi sensor applikatorini to'g'ri yuqoriga ko'taring. Applikatorni tozalangan o'rnatish joyiga qo'ying. Applikatorning yuqori tugmasini bosing, inyeksiya ovozi eshitiladi. Applikatorni vertikal holatda ehtiyotkorlik bilan olib tashlang. Sensor atrofidagi yopishtiruvchi lentani bosib, teriga mahkam yopishtiring. Monitoringni boshlash tugmasini bosib, sensorni ishga tushiring, qizish davri boshlanadi. Qo'shimcha yopishtiruvchi lenta ixtiyoriy. Sensor o'rnatilgandan keyin uni yanada mustahkamlash uchun qo'shimcha yopishtiruvchi lenta qo'yishingiz mumkin. Himoya qoplamasini ehtiyotkorlik bilan yeching. Himoya qoplamasining uchini ushlab, qo'shimcha lentani sensor lentasi ustiga yopishtiring. Yopishtiruvchi qismini bosib, u teriga va sensor lentasiga mustahkam yopishishini ta'minlang. Himoya qoplamasini ehtiyotkorlik bilan olib tashlang. Qo'shimcha lentani yana bir bor bosib mahkamlang.